Hammaga salom, foydaga ishlar, foydaga ish YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Telegram admin account qanaqa bo'lishlikni va nimalar qilishlikni Telegramda ko'rsatib o'taman. Videoni boshlashimizdan oldin albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz va video haqidagi o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz, biz har bir fikrga o'qib javob berishga harakat qilamiz va qandaydir savol va takliflaringiz bo'lsa, bemalol Telegramda yoki mana shu YouTubening video kommentariya qismida yozib qoldirsangiz, biz o'qib albatta javob beramiz. Bunday bo'lsa, biz videorolikka qaytamiz. Mana biz Telegramga ham kirib oldik. Bu bizning Foydakash Esport Telegram kanalimiz hisoblanadi. Demak, bu Foydakash Esport Telegram kanaliga kiradigan bo'lsangiz, siz bu kanal orqali adminlarga yozish orqali Telegram akkauntlar, Telegramdan spamdan chiqish yoki Telegram Premium sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz Telegramda spam bo'ladigan bo'lsangiz ham mana shu adminlarga yozish orqali bemalol siz Telegramdan spamdan ham chiqishingiz mumkin bo'ladi. Agar Telegram akkaunt kerak bo'ladigan bo'lsa, chet el raqamlarga ochilgan Telegram akkauntlari ham mana shu adminlar sizga topib beradi. Telegram Premiumni ham mana shu adminlarga yozish orqali sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu bizning Foydakash Esport Telegram kanali hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistonda number 1, ya'ni eng ishonchli deb ham ayta olaman. Eng ishonchli Telegram akkauntlardan, Telegram Premiumlardan, Telegram Starslardan, Telegramda qandaydir xizmat bo'ladigan bo'lsa, hammasini mana shu Foydakash Esport Telegram kanali sizlarga taklif qiladi. Demak, bizda bu kanalni admini bor, ya'ni Dadaxon O, ya'ni o'zimning akkauntim. Mana shu Dadaxon O akkauntini hozir qanday qilib Telegramda adminlarning akkaunti qanaqa bo'ladigan bo'lsa, eng top darajada sizlarga ko'rsatib beraman. Ya'ni Telegram admin akkaunti qanaqa bo'lishi kerak. Mana shuni ipidan ignasigacha o'rgataman sizlarga. Demak, har bir Telegram kanal yurituvchilarining o'zining Telegram admini akkaunti bo'ladi. Ana shular qanaqa qilib o'zining admin akkauntini sozlamalarini qilsa, men sizlarga o'rgatib o'taman. Demak, hozirda bizni Telegram akkauntimiz qanaqa ko'rinishda? Mana shunaqa ko'rinishda. Ya'ni bu o'zimning shaxsiy Telegram akkauntim bo'lganligi uchun men shaxsiy, ya'ni o'zim foydalanganligim uchun Telegram admin akkauntligini o'zimning tanishlarim bilmaydi. Shunchaki o'zim shaxsiy ehtiyojlarim maqsadida foydalanaman. Lekin hozirgi videomizda Telegram admin akkaunti qanaqa bo'lishligini ko'rsatib beraman. Keyinchalik yana mana shu holatiga qaytarib qo'yaman. Demak, bizda hozircha nimalar bor? Joylashuvimiz bor. Ish vaqti ochiq 24 ga 7 va username, ya'ni foydalanuvchi nomi bor va tarjimai hol bor. Lekin aslida Telegram admin akkauntlari bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda nimalar bo'lishi kerak? Ya'ni joylashuv bo'lishi kerak albatta. Ish vaqti bo'lishi kerak. Faqatgina qachon ishlayotgan vaqti. Mana bu yerda 24 ga 7 qilib qo'yibman. Menga yozadigan bo'lsangiz 24 ga 7 javob beraman. Lekin siz misol uchun dushanbadan jumagacha ham qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Buni ko'rsataman qanaqa qilishni. Yoki o'zingiz ishlaydigan vaqtlarga ham qo'yib qo'yishingiz mumkin. Faqatgina misol uchun biron bir xaridor sizning akkauntingizga kiradi va ish vaqtiga qaraydi, 24 ga 7 ishlaydigan bo'lsangiz sizga xabar yuborish mumkin. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, faqatgina shu ish vaqti ochiq kunlarga xabar yozishi mumkin bo'ladi. Username esa albatta bo'lishi kerak. Username bo'lmasa sizni topa olmaydi foydalanuvchilar. Va bu yerga tarjimai holga siz tarjimai, ya'ni admin akkaunti Telegram kanalga bog'liq biron bir so'z yozish kerak, gap yozish kerak yoki Telegram kanalini bu yerga ulab qo'yish kerak bo'ladi. Va profiliga albatta Telegram kanalni logotipini qo'yish kerak. Va mana bunaqa NFT'lar olib qo'yadigan bo'lsa, chiroyli ko'rinadi akkaunti. Demak, bu majburiy emas. NFT'lar men shunchaki qiziqganim uchun olib qo'yganman, sizlarga majburiy emas. Demak, albatta bu sozlamalarni qilishimiz uchun do'stlar, siz Telegramda Telegram Premium sotib olishingiz kerak bo'ladi. Telegram Premium sotib olish uchun siz mening Telegram kanalimga kirib, adminga yozish orqali yoki Telegram o'zingiz ola oladigan bo'lsangiz, Telegram Premiumga kirib bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram Premium yoki ola olmaydigan bo'lsangiz, aynan mana shu adminga yozish orqali bizdan Telegram Premium sotib olishingiz mumkin. Bu majburiy emas. Xohlasangiz o'zingiz ham olishni o'rganib olishingiz mumkin. Mening YouTube kanalimga kiradigan bo'lsangiz, 0 dan to o'zingiz ola oladigan darajada
Androidlar uchun Telegram Premium olishlikni o'rgatganman. Demak, Telegram Premium olib olamiz birinchi navbatda akkauntimizga. Olgandan so'ng biz nima qilamiz? Olganimizdan so'ng mana bu yerda Telegramda sozlamalar bo'libi bor. Mana bu sozlamalar. Men Telegraf ishlataman. Android telefonimda Telegraf ishlataman. Sizga ham mana shuni tavsiya qilaman, chunki buning sozlamalari, nastroykalari va hamma narsasi juda qulay. Telegrafni skachat qilib, mana shunga akkauntingizni o'tkazib olib, sozlamalar bo'limiga o'tasiz. Mana shu Telegrafdan bemalol Telegram Premiumga kirib, Telegram Premium sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shuni kirib olamiz sozlamalarga va bu yerdan Telegram Business bor. Mana Telegram Premium olganingizdan so'ng Telegram Business bor. Mana shu Telegram Businessga kiramiz. Telegram Businessga kiradigan bo'lsangiz, bu aynan Telegram adminlari uchun juda ham foydali bo'lgan dastur, ya'ni funksiya hisoblanadi. Bu yerga boya aytganimdek joylashuv. Birinchi joylashuvingizni qo'yasiz. Albatta bu juda muhim. Siz qayerda turib, misol uchun ishingizni olib borasiz, bu foydalanuvchi bilishi kerak. Joylashuv, misol uchun men Toshkentni qo'yganman. Siz joylashuvning ustiga bitta bosib lokatsiyangizni qo'yib qo'yasiz. Keyin boya aytganim ish vaqtini ham qo'yamiz. Ish vaqtini ustiga bitta bosadigan bo'lsangiz, mana 24 ga 7 qilib qo'yibman, lekin siz buni o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Ish vaqtini o'chirasiz. O'chirgandan so'ng bu o'chib turadi kirganingizda. Mana shuni bitta bosasiz, yonadi. Va bu yerdan mana dushanbani yoqasiz. Misol uchun dushanbadan jumagacha ishlaysiz. Dushanbadan jumagacha bo'lgan vaqtni yoqib chiqasiz va shanba, yakshanbani o'chirib qo'yasiz. O'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni ish vaqtingiz 5 kunlik ish vaqtiga o'zgaradi va soat ham 24 soat ochiq bo'lib turadi. Buni soatini agar o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ish soatlarini qo'shishni bosib, bu yerdan necha, misol uchun 8 dan 8 gacha qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana dushanba 8 dan 8 gacha bo'lib qoldi. Bularni ham shunday soatning ustiga bitta bosasiz va ish soatlarini qo'shishni bosib, buni ham shunday 8 dan 8 gacha qilib o'zgartirib chiqasiz. O'zingiz kirib xohlagandek qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Menga unaqa kerak emas. Men 24 ga 7 ishlayman. Shuning uchun o'chirib chiqaman buni. Va hammasini yoqib qo'yaman. 24 ga 7 bemalol yozib bizning xizmatlardan foydalansangiz bo'ladi. Bu qulaylikda. Keyin ish vaqtini qo'shdik. Endi tezkor javoblar. Bunaqa funksiya ham juda ham zo'r. Agar foydalanmoqchi bo'lsangiz, mana shu tezkor javoblar funksiyasini ham qo'shib qo'ying. Lekin menga bu kerak emas. Tezkor javoblarni qo'shish uchun shuni kirasiz va misol uchun hello, ya'ni mana shunaqa qilib bosadigan bo'lsangiz, ya'ni tezkor javoblarga buyruq qo'shib qo'yib, mana shu buyruqqa qanaqa so'z yoziladi. Mana shuni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Men ikkitagina qo'shib qo'yganman, lekin buni foydalanmayman, to'g'risi. Siz xohlasangiz foydalansangiz ham bo'ladi, lekin yaxshi funksiya. Va salomlashuv xabarlari ham juda ham muhim va kerakli funksiya. Salomlashuv xabarlarini ustiga bosasiz va yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu sizga misol uchun kimdir yozadi, yozganingizdan so'ng siz xabar yozib qo'yasiz. Ya'ni sizga yuborilgan, ya'ni messejga, ya'ni xabarga siz avtomatik javob qaytaradigan qilib qo'yadi. Siz onlayn bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Kim sizga yozadigan bo'lsa, ana shularga mana shu funksiyani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, sirazi javob qaytadi. Lekin bu bitta no tarafi bor, ya'ni disadvantage, salbiy jihati bor. Ya'ni bu sizni onlayn bo'lmagan taqdiringizda kimdir yozadigan bo'lsa, ular kutib qolishi mumkin. Shuning uchun bu funksiya kimlargadir foydali, kimlar uchun esa foydali emas. Shuning uchun o'chirib qo'yaman men. Demak, salomlashuv xabarlarini ko'rdik. Endi joyda emas xabari. Bu ham yaxshi funksiya. Ya'ni sizga kimdir yozadigan bo'lsa, mana shuni yozib qo'yadigan bo'lsangiz, hozir onlayn emasman, sabr qiling, albatta javob yozaman degan xabarni kiritib qo'ysangiz, siz joyingizda, ya'ni onlayn bo'lmagan taqdiringizda mana shu xabar doimiy yuborilib turadi. Ya'ni sozlamasini ham xuddi mana shu tarzda qilib qo'yasiz. Mana shu tarzda qilib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga kimdir xabar yozadigan bo'lsa, sirazi mana shu xabar yuboriladi. Men buni o'chirib qo'yaman, chunki shaxsiy akkaunt deb aytdim. Agar admin akkaunt qilib ishlatadigan bo'lsam, albatta bu funksiyalarni hammasini ishlataman. Demak, joyda emas xabarni ham qo'shamiz. Keyin chatga havolalar bu kerak emas. Agar ishlatmoqchi bo'lsangiz, kirib o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu oxirdagi 3 ta kerak emas.
va emoji status belgisi. Bu belgilash, ya'ni o'zingizni Telegram Premium olgandan so'ng avatarini ham qo'yib qo'yish mumkin. Ya'ni biron bir do'konda yokida bir qandaydir biznes avatarlari bo'ladi. O'zingizning logotipni admin profiliga Telegram Premium olgandan so'ng nishoncha qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men NFT belgisini qo'yib qo'yganman, shunchaki menga bu juda kerak emas, chunki shaxsiy akkaunt. Agar admin akkaunt qilib ishlatganimda foydakash Telegram kanalimni yokida YouTube kanalimni logotipini emoji tarzida qo'yib qo'ygan bo'lar edim. Va chatlaringizni tegilash, ya'ni bu chatlar ro'yxatida har bir chat uchun jild nomlarini ko'rsating. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, har bir bot guruh foydalanuvchini o'zini demak bu kompyuterda qilinadi asosan, telefonda ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizni kanallaringizni, botlaringizni, foydalanuvchilarni alohida qilib papka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Men buni kompyuterda qilganman. Shuning uchun mana shunday ko'rinib turadi. Buni telefonda ham o'zingiz qilib olsangiz bo'ladi. Post qo'shish bu o'zingizning hikoyalaringiz. Bu kerak emas, buni hamma biladi. Demak, mana shunaqa funksiyalari bor bu Telegram biznesni. Bu biznesdan, ya'ni Telegram biznesdan foydalanishingiz uchun albatta Telegram Premium sotib olishingiz kerak bo'ladi. Keyin yana bitta narsa do'stlar, siz o'zingizni Telegram kanalingizni bu admin akkauntga ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Telegramni yoki Telegramni o'zingizni foydalanuvchi sozlamalarga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda mana shaxsiy kanal qo'shish tugmachasi bor. Mana shuni ustiga bitta bosasiz va o'zingizning kanallaringiz ro'yxati kelib chiqadi. Mana shu kanallardan o'zingizning kanalingizni tanlaysiz. Misol uchun foydaga bo'ldi. Shuning uchun bitta ustiga boshqa akkaunt bitta ustiga bosadigan bo'lsangiz va tepadagi ptichka tugmachasini bosadigan bo'lsangiz, ulanib qoladi va buni tekshiramiz. Mana foydagash isbot Telegram kanaliga kiraman. Admin akkauntiga bosadigan bo'lsam, mana kanali ulanib turgan bo'ladi. Mana foydalanuvchilar kiradi, kirgandan so'ng mana bu kanalni ko'radi, foydagash isbot. Shunday o'tib bu yerdan tekshirib chiqadi. Lekin bu meni shaxsiy akkauntim bo'lganligi uchun hozir sirazi o'chirib qo'yaman. Hech kim bilmasligi kerak. Mana o'chirib ham qo'ydik. Xullas shunaqa qilib siz sozlamalar qilishingiz mumkin. Telegramda o'zingizning admin akkauntingizni o'ta go'zal tarzda yaratib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar mana shunaqa qilib sozlamalar qilib berishimizni xohlasangiz, aynan mana shu Telegram profiliga yozish orqali bizning xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizning akkauntingizga kiramiz va kirgandan so'ng Telegram Premium olib beraman. Mana shunaqa Telegram Premium olib beraman. Bu NFT, bu Telegram Premium boshqacha bo'ladi. Telegram Premiumda nishoncha yoki o'zingizni logotipingizni ham qo'shib beraman. Uni o'zim yasab, misol uchun qanaqadir do'koningizni yokida biron bir biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu logotiplarni qo'shib, mana shu yerga mana shu NFTni o'rniga qo'yib qo'yaman va mana shunaqa admin profil qilib yasab beraman va Telegram Premium olamiz. Boya aytgan hamma funksiyalarni qo'shib beraman. Toshkent joylashuv, Toshkent bo'lmasa xohlagan Rossiya, Amerika, xohlagan bir joylashuvingizni qo'shib beraman, ish vaqtingizni qo'shib beraman, username o'ylab topib beraman va bu yerga tarjimai hol Telegram kanalingizni ulab beraman va yana bitta narsa, Telegramda boya aytgan funksiyalarni, ya'ni biznes funksiyalarini ham qo'shib beramiz. Ya'ni joyda emas xabari, salomlashish xabari, hammasini qo'shib beramiz. Bu bizning xizmatlarimiz ichiga kiradi. Qimmat emas. Telegram Premium narxini to'laysiz va xizmatimizni narxini to'laysiz. Agar logotipingizni ham yasab mana shu Telegram usernamingizni, ya'ni mana bu ismingizni yoniga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, uni ham xizmatini to'laysiz. Tamom. Uzog'i ketsa, bilmayman endi qancha ketadi. Adminga yozib orqali bilib olishingiz mumkin. Xullas shunaqa, agar men o'rgatdim, mana shu o'rgatganlarni o'zingiz tekinga ham qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu shunchaki sizga insight, ya'ni ma'lumot. To'g'ri foydalanasiz. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun alohida rahmat. Videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videolarni albatta o'tkazib yubormang. Xayr, salomat bo'ling.